Qara, menda zo'r narsa bor. Murod, qatdan olding? Voy, zo'r ekan Murod. Murod, qatdan olding? Qo'yaversanchi, otib ko'raymi? Ha, otib ko'r. Qani otchi? Qochdik. Hey, to'xtalaring! Qoch! Hozir uydagilaringga aytib ta'ziringni beraman. Hoy, yaramas bolalar a. Bo'l. Zo'r bo'ldi. Ha, zo'r. Yaxshi. Murod, unaqa qilmaylik. Dadam bilib qolsa o'ldiradi. Rostdan oshirib yubormaylik. Ertaga ortiqcha momo bo'ladi. Nima buncha qo'rqasan? Bu umuman boshqa mahalla-ku. Bu yerdagilar bizni tanishmasa, ota-onalarimga kim ham aytardi? Babirda. Bo'pti, lekin mazza qildik-a. Men bir narsani o'ylab qoldim. Xo'sh, nimani o'ylab qolding? Kechasi soat 7-8larda mahallaga chiqamiz-da. Uchalamiz ham uch xil tarafga mozorga boramiz. Jinnimisan, kechqurun mozorda nima qilamiz? Nima qilarding? Mozor ichini aylab chiqamiz. Zo'r-ku, juda qiziqarli bo'lsa kerak. Esingdami olmay ishga olib borganing? Maza qilib bo'lmay yeyotganimizda amaki kelib qoldi. Sen esa hozir kelaman deb ketib qolding. O'sha yerning egasi bizni rosa ta'zirimizni berdi. Hazilni ham chinmaysizlar-da. Ishoninglar, qiziqarli bo'ladi. Mahaldan qo'rqapsizlarmi? Yana nimadir o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Mayli, men ketishim kerak. Bo'pti, senimni bog'chadan olishim kerak. Bo'pti. Singlim, seni bog'changda hech kim xafa qilmayaptimi? Yo'q, aka, hech kim xafa qilmayapti. Agar kimdir xafa qilsa, menga ayt, o'zim ta'zirini berib qo'yaman. Qara, bugun bog'chada nima edinglar? Kasha. Shu ham ovqat bo'ldimi? U kashani qanday yeysan, hayronman. Zo'r go'shram. Bilmadim, menga yoqmaydi. Aka, bu yerdan yurmaylik. Bu yerda katta it bor, undan qo'rqaman. Nega qo'rqasan? Yoningda men borman-ku. U it yo'limizdan chiqsin, dodini berib qo'yaman o'zim. Qaytib yo'limizdan chiqmaydigan bo'ladi. Siz qo'rqmaysizmi? U mendan qo'rqsin. Qani yur, oldingda men bor ekanman, hech narsadan qo'rqma. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Men o'g'lingiz Murodni sinf rahbariman. Va alaykum assalom. Tanidim. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Siz bilan o'g'lingizni tarbiyasi haqida gaplashmoqchi edim. Murod yana nima qildi? Tinchlikmi? Xullas, bilasizmi? O'g'lingiz juda sho'x va qaysar. So'nggi paytlar ayniqsa uni xatti-harakatlari umuman haddan oshib tushmoqda. O'qituvchilarning gapdan behlariga umuman parvo qilmay qo'ygan. To'g'ri, uni darslarni o'zlashtirishi yomon deya olmayman. Bilim olishi, darsni o'zlashtirishi joyida, lekin tarbiyasidagi kamchiliklar bu yutuqlarni yopib ketyapti. Iloji bo'lsa o'g'lingiz tarbiyasi bilan bundoq shug'ullaninglar. Xo'p. Albatta. Bilmadim. Bu qanday bola bo'ldi o'zi? Juda erka, o'z boshimcha, buni o'zimiz ham sezyapmiz. Ochig'i har hafta bitta muammo boshlaydigan bo'lib qoldi. Bo'ldi. Endi buni oldini olamiz. Dadasi kelsin. Bularni hammasini ularga tushuntiraman. Murod bilan yaxshilab gaplashib qo'yamiz. Bu holat boshqa qaytarilmaydi. Meni to'g'ri tushunganingizdan xursandman. Sizni nega tushunmay axir? Siz bizga yaxshi bo'lsin deb aytyapsiz-ku. Sizga rahmat shunaqa ogohlantirib turganingiz uchun. Ochig'i,
Men sizni oldingizda o'g'lim deb uyalib qolyapman. Bilasizmi, ba'zi shunday ota-onalar bor. O'z farzandini ayb va xatolarini ko'ra olmaydi va hamma aybni ustozlariga to'nkab qo'yadi. Oxir oqibat esa bundan yanada ruhlangan farzandlari qilayotgan ishlarim to'g'ri ekan deb o'ylab yomon yo'llarga kirib ketadi. Ota-ona o'z farzandini xato kamchiliklarini ko'ra olishi, bartaraf etishi kerak aslida. Ha, to'g'ri aytasiz. Mayli, bunday bo'lsa xayr. Sizni ham bezovta qilgan bo'lsam, Voy, nega bezovta qilasiz? Agar yana shunaqa o'g'lim tarbiyasi haqida nimadir bo'ladigan bo'lsa, behijolat qo'ng'iroq qilavering. mayli, xo'p, xayr. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ustoz to'g'ri aytyapti. Tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanmasak bo'lmaydi. Mayli. Dadasi kelsa ular bilan shular haqida gaplashmasak, meni gapimga quloq solmaydi. Oyi, biz keldik. Voy. Keldinglarmi? Assalomu Assalomu alaykum. alaykum. O'zimmi jonim bolam. Jonim, va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Ha? Sovqatmadingmi? Yo'q. Sovqatmadingmi? Yo'q. Jonim bolam, yo'lda charchamadingmi? Yo'q. Assalom meni. Kiyimlaringni yech kirxonangga, xo'pmi? Xo'p. Sen yaxshimisan? To'xta Murod. Ho'ya. Senda gapim bor. Menga boya maktabingdan qo'ng'iroq qilishdi. Nimaga? Nimaga bo'lardi? Maktabingdagi ustozing sening ustingdan menga arz qildi. Tarbiyasi yaxshi emas dedi. Tarbiyasi bilan shug'ullaninglar dedi. Qaysi ustoz sizga qo'ng'iroq qildi? Menga shuni ayting. Senga buni nima farqi bor? Ah? Agar nima bilsang, ustozing bilan borib o'zing gaplashasanmi? Ah? Yoki boshqa narsa qilasanmi? Voy, shunchaki so'ragan nima asabiylashmang. Meni sen asabiylashtiryapsan. Seni dastingdan o'zi tinchlik bormi? Ah, mahalla ko'y. Maktabda bolalar bilan urishding, unga ham chidadim. Endi ustozlaringmi? Ah, ustozlaring bilan urishasanmi? Rostdan ham seni tarbiyang bilan shug'ullanish kerak, bola. Hali dadang kelsin, hammasini aytib beraman. Oyi, men nima qilyapman? Shunchaki ko'proq hazillashibman-da. Haligi ustozlarimga yoqmagan bo'lsam kerak. Bolam, endi kap-katta bo'lib qolding. Sho'xliklaringni tashagin. Oldinlari hali yosh bola eding. Sho'xliklaringga ko'z yumardik. Endi kap-katta bo'lganingda ham shu gaplarni aytsam, g'alati bo'ladi, bolam. Axir sendan meni dadangni umidlarimiz katta. Bunaqa yurishlaringni tashagin. O'qigin, izlangin, kelajakda katta kasb egasi bo'lishga harakat qilgin. Bizni yuzimizni yerga qaratma, bolam. Xo'p, sizni tushundim, oyi. Tushungan bo'lsang bor. Lekin baribir dadangga aytaman. Xo'p, rahmat. Aka. Voy. Nega yig'layapsan, singlim? Qizim? Jannatoy? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, jonim? Nima bo'ldi? Bilmasam, men o'yin o'ynab o'tirgandim. Birdan baqirib yubordi. Nima bo'ldi, qizim? Ha? Qo'rqdim. Qo'rqitdi seni. Hm? Akamning telefonida qo'rqinchli odam bor ekan.
Yana o'sha bo'lmag'ur o'yinini o'ynayapsanmi? Senga necha marta aytdim? A? Necha marta aytdim bunaqa narsa o'ynamagin deb. Qaragin senini qo'rqitganingni? Men qayerdan bilaman jannatda xonamga kirganini? Telefonga kirib ketganingdan keyin qatdan bilasan yoningga kim kelganini? Telefonni ber bu yoqqa. Nega oyi? Ber dedim. Obki, hamma o'yinlaringni o'chirib tashlayman. Bir tekshiruvchi, nimalar bor ekan ichida? Ketdik qizim. Dada, menga qo'g'irchoq olib bering. Bir qiz bugun bog'chamizga kelib juda ham qo'g'irchog'ini maqtadi. Xo'p, ona qizim, olib beraman. Faqat sen u qizga o'xshab hammaga qo'g'irchog'ingni maqtamagin. Xo'p. Dadajon, men boshqa qizlar bilan o'ynayman. U qiz bog'chamizga kelib hech kimga bermasdan bitta o'zi o'ynadi. O'zimni aqlli qizimda shu. Xo'sh, Murodjon, senda nima yangiliklar? Yangiliklar yo'q, dada. Shunaqa degin? Mana menda bor-da. Dadasi bugun Murodning ustozi menga qo'ng'iroq qilib o'g'lingizni ustidan shikoyat qildi. Ye? Xo'sh, nima dedi? Ustozning aytishi bo'yicha o'qituvchilarning gapiga quloq solmayapti. Doim bolalari bilan urushib, sinfdoshlarini ustidan kular ekan. Shu gap rostmi? Juda oshirib yoribdi ustozim, dada. Bu birinchi marta emas. Seni sho'xligingdan mahalladagilar ham bezor. Juda ham sho'x o'yinqaroq bo'lib ketding. Dadasi, o'zingiz Murodning tarbiyasi bilan shug'ullanmasangiz bo'lmaydi. Tushunarli. Xo'sh, senga nima bo'lyapti? Ha? Kap-katta yigit bo'lsang, bu qiliqlaring nimasi? Mayli. Sho'xlik bo'ladi, lekin hamma narsani me'yori bor. Buningizga umuman gap ta'sir qilmaydigan bo'lib ketgan. Biz gaplashib olamiz o'zimiz. Xo'p? Sen asabingni buzmagin. Murod, sendan so'rayapman, bu nimasi? Nega oyingni ustozlaringni aytganini qilmayapsan? Tinchlikmi? Hozir oxirgi marta senga yaxshi gapirib, to'g'ri tushuntiryapman. Agar yana shu qiliqlaring qaytarilsa, sen bilan boshqacha gaplashaman. Tushundingmi? Seni ortingdan qaytib bunaqa gaplar eshitmay. Tushundim, dada. Tushungan bo'lsang yaxshi. Bunaqa bekor yurgandan ko'ra kitob o'qi, til o'rgan. Hozir zamon o'qiganniki. Bunaqa shataloq otib yuraversang, bekorga o'z vaqtingni yo'qotgan bo'lasan. Oyijon, choy ichaman. Quyib qo'yganman-ku mana. Sovib turibdi, ichib ol. Aloqatingni ye. Seni taltayib ketding sen bola. Murod? Murod? Sen yarim kechasi ko'chada nima qilyapsan? Sen bola bir kun meni yuragimni yorib qutulasan-da. Nima qilding o'tda? Shunchaki zerikkanda chiqqandim. O'zingiz telefonni olib qo'ydingiz-ku. Uyqum kelmadi. Televizor ko'rsam jannatda singlim uyg'onib ketsa, zerikdim. Kir ichkariga. Bor, uxla. Ertaga olasan o'sha telefoningni.
Yulduz, bolalar tayyormi? Ha, hozir choyam tayyor bo'ladi. Pishib qoldi. Yo'q, choy ichishga vaqtim yo'q. Yo'l-yo'lakay ovqatlanaman. Men ketdim, shoshyapman. Turg'izgandim. Murod, Murod, Ha, oyi. Bo'ldingmi? Ha, dada. yaxshimisan? Yaxshi dam oldingmi? Ha, rahmat. Tayyormisan? Ha, Bo'ldi. bu sening qani? bilmadim, xonasida uxlayotgandi. Turg'izgandim ertalab, yana yotib uxlab olibdi-da. Unda o'zing hozir turg'izib, ovqatlantirib, bog'chaga tashlab o'tasan. Voy. Men o'g'limni tashlab o'taman maktabga. Nimaga men? Kim olib boradi? Vaqtliroq tayyor qilganingda ikkalasini. Men olib ketgan bo'lardim. Bo'pti. Ketdikmi? Bor, Jannatxonni uyg'ot. Hozir. Bir nima esingizdan chiqib qoldi. Ha, to'g'ri. Ke. Ey, pul. Ma. Ha, yetadi. Yetadi. Bo'pti. Qo'ng'iroqlasana. Gaplashamiz. Men ketdim. Jannatoy. Uyg'on. Jannatoy. Bog'chaga ketib qolasan. Men bormayman. Uyqum kelyapti. Singlim yur, dadan tashlab qo'yar ekanlar bizni. Yo'q, bormayman. Bo'pti, o'zing bilasan, men ketdim. Dada bo'ldim. Ketdikmi? Ha, ketdik. Ber sumkangni. Turmadimi singling? Yo'q, turmadi. Ha, bo'pti. Yulduz, biz ketdik. Hop, Qizimizni o'zing olib borasan. bo'pti. Bo'pti, eshik yopib ol. Hozir. Murod, sen unaqa sumka taqmasding-ku? Nega unaqa sumka taqib olding? Bu sumkada nima borligini bilmaysan-da sen. Xo'sh, nima bor ekan? Juda zo'r narsa. Ayt shu zo'r narsani. Bu sumkada salyut bor. Nima? Salyut? Ha, salyut sotib olgan edim. Pulni qayerdan olding? Dadam bergan pullarni olib qo'ygandim. O'sha pulga salyut sotib oldim. Murod, shu salyutni qayerda uchirmoqchisan? Qayerda bo'lardi? Maktabda-da. Maktabni stadionidami? Yo'q, u yerda hamma meni ko'rib qoladi. Yaxshisi, maktabimiz tomiga chiqamiz. Hozir qish-ku? Sirpanib ketasan. Qiyon yurak bo'lma-senchi. Nima deb o'ylasang o'yla, men chiqmayman. Unday bo'lsa, bir o'zim chiqaman. Nima keragi bor-a? Senga shuni. Unda tanaffus payti chiqib uchiraman. Sizlar osmonga qarab turinglar, xo'pmi? Salyutni ko'rmay qolganlaringda afsuslanib yurmanglar yana. Bo'lmasa hozir ko'rsat salyutingni. Maktabga yetib olaylik, keyin ko'rsataman. Bo'pti, yur. Yur. Dadasi yaxshi yetib oldingizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Tinchlikmi? Kelasi haftani boshida dugonalarim bilan o'tirmoqchi edik. Shunga ruxsat berasizmi deb qo'ng'iroq qilayotgandim. Kelayotgan hafta ishxonamizda tekshiruv bor. Bu degani ish ko'payib ketadi. Men kech qolib ketishim mumkin. Men ishda, sen o'tirishda bo'lsang, bolalarga kim qaraydi? Atigi 3-4 soatga-ku. O'zlari ham o'tirib turaverishadi. Xo'p, mayli. O'sha kuni kelaversin, bir gap bo'lar. Gaping shumidi? Shu edi. Ishim ko'p edi. Ha, aytganchi dadasi, esimdan chiqibdi. Ha, gapir. Uyga qaytayotganingizda bozorga kirib o'ting. Uyda bir xil narsalar yo'q-da, yetardim o'zim. Bozorga kirganingizda menga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zim yetib turaman nima kerakligini. Xo'p, bo'pti, tushundim. Yaxshi Ha, o'tir. bo'pti. Ey bolaqa. Hozir. Aziz qalaysan? Yaxshi. Sen yaxshimisan? Yaxshi. Murodni ko'rdingmi? Yo'q, ertalabdan beri ko'rganim yo'q.
O'zingchi? Mendan ko'rmadim. Boya salyut uchiraman deb turgandi. Menimcha kimdir shu olgan. Ustozmi, direktormi? Direktor xonasida bo'lsa kerak. Ustoz ota-onasini chaqirtirgan bo'lishi ham mumkin. Keldingmi? Ke. Nima bo'ldi? Nima bu ahvol? Kim bilan mushlashding yana? Nega ust-boshing chang? Nega qon? Kechiring, oyi. Kechirim so'rab qutulasan-a? Nima qilganing bu? Bu safar kim bilan urushding? Hamma yog'ing yaxshi? Demak, sen aniq do'pposlashgansan-a? Ha? Meni kechiring, oyi. Ahmoq. Kap-katta yigit bo'lding-ku. Hali ham aqling kirmadi. Nega bezorlik qilaverasan-a? Mushtlashgan. Ha? Kechiring, oyi. Ey bo'ldi. Hadi bitta gapni qaytarurma. Sen mushtlashgan bolani ota-onasi agar kelsa, jonimga tegdi. Mashtumga keldi. O'zingni ko'rsatib boraman. Ana, nima qilsa qilursin sen bilan. Borib axloq tuzatadigan maktablariga bersa ham roziman. Seni shunaqa odam qilamiz shekilli. Bitta gapni qulog'ingga ilmaysan. Shoshmay turgin. Mashtumga keldi. Aniq dadang bilan gaplashaman. Alo? Alo, assalomu alaykum. Siz Murodjonni oilarimisiz, shundaymi? Ha, Men maktab direktoriman. Ochig'i gapni nimadan boshlashni ham bilmayman. Bugun o'g'lingiz bilan bo'lgan hodisa haqida aytmoqchi edim. yana mushlashdimi deyman Murod. Ming bor uzr. Bu holat ikkinchi qaytarilmaydi. Dadasi kelsalar yaxshilab gaplashib qo'yamiz. O'g'lim juda sho'x bola bo'ldi-da. O'g'lingiz maktab tomiga chiqib, mushak otaman deb tomdan yiqilib tushib, o'sha zahoti joni uzilibdi. Sizga shu haqda xabar bermoqchi edim. Nima? Sizga sabr tilayman. Hozir o'g'lingizni tuman markaziy shifoxonasiga olib ketishdi. Murod. 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 O'g'lim? Aldashdi. O'yinmi bu? Bolam, hazillashmakin. Men bilan hazillashma jonim bolam. Qo'rqitma. Murod. Murod. O'g'lim. Qaddasan. Kechiring, oyi.
Kechiring, oyi. Kechiring, oyi. Onasi. Suv ichib ol. Jonim bolam. Qayerlarda yurgan ekan? Yulduz. Bo'ldi, o'zingni qo'lga ol. Bilaman. Bu narsani hazm qila olmayapsan. Lekin nima ham qila olardik? Allohning irodasi ekan. Ko'nmasdan ilojimiz yo'q. Peshonamizga farzand dog'ini ko'rish yozilgan ekan. Farzand dog'i? Yo'q. Yo'q. Meni bolam o'lmagan. Yulduz. Tirik. Shunchaki hali uyga kelmadi. Hozir keladi. Esizdami? Ko'chada urushib har doim kechki kelardi, kechga qolardi. Yulduz. Hozir o'qituvchisi qo'ng'iroq qiladi. O'g'lingiz yana sho'xlik qildi deydi. Keladi. Yulduz, bo'ldi qil endi. Iltimos sendan. O'zingni qo'lga ol. Keladi. Oyi. Oyi. Bo'ldi qil Yulduz. Oyi. Ana, Yulduz, qo'ysangchi bu narsalarni. keldi. Men ovozini eshityapman. Yulduz. Keldi. Yulduz. Bilardim. O'lmagansan. Bolam. Bilardim. O'lmagansan. Yulduz. Bu nima qilganing? O'zingga kelsangchi. Haqiqatga ko'z yummasdan ilojimiz yo'q. Biz farzandimizdan ayrildik. Buni qabul qilish menga ham og'ir. Boshqa ilojimiz yo'q. Bizning farzandimiz o'ldi. Jonim, bo'ldi. O'zingni qo'lga ol, iltimos. Assalomu alaykum oyijon. Alaykum assalom. Kir. Dadang qani? Meni bugun dadam emas, bog'chadan akam olib keldi. Kim? Akam? Akang? Ha, akam. O'zingni akangmi? Ha, o'zimni akam. Qani? Nega chiqmadi? Akam meni podyezdning yonigacha olib kelib tashlab, o'zlari pastda qoldilar. Akanga? Ha, akam. Seni bog'chadan olib keldi akang? Ha. Aldamayapsanmi? Yo'q, akam pastdalar. Pastami akang? Pastda. Ha, ana. Qani? Murod! Oyi, meni kechiring. Murod! Nima qilyapsan u yerda? Chiq! Nimaga qo'lingni silkityapsan? Yo'q. Jon bolam. Kelgin. Meni kechiring. Bag'rimga qayt, jon bolam. Oyi, meni kechiring.
Kechirdim. Kechirdim bolam, qo'rqma. Kechirdim. Mayli. Kela qol. Men tushayman. Men tushayman hozir. Faqat sen ketib qol. Ammo sen ketib qolma. Yulduz, Botir aka. O'g'limiz tirik. Hozir ko'rdim. Singlisini olib keldi bog'chadan. Yuring ko'ring. Ana, keling qarang. Ana, shu yerda qarang. Ana, bo'ldi. mana shu yerda edi hozir. Ketib qopti-ku. Yulduz. Murod, Yulduz dedim. Bo'ldi, o'zingni qo'lga ol. yo'q, o'lmagan. Bo'ldi, bolamiz o'lgan. O'zingni qo'lga ol. Menga qara, bo'ldi qil. Bo'ldi. O'lmagan-ku. Bo'ldi qil. Bo'ldi jonim, bo'ldi. O'zingni qo'lga ol. Bo'ldi. Bo'ldi. O'zingni qo'lga ol. O'lgan farzandimizni ruhini chirqiratma. Qiynayapsan sen ruhini, qiynayapsan. Demang, unaqa demang. Bo'ldi. Bo'ldi, yordamingni ol. Yur. Sen dam olishing kerak. U tirik. Oyi. 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 Murod? O'g'lim? Murod. Bolam. Keldingmi? Seni rosa kutdim-ku. Nega nuqul shunaqa qilasan, a? Hech gapimga quloq solmading, a bolam? Meni unaqa xotirga qo'yma. Xo'pmi? Meni kechiring, oyi. Qaysi ona bolasini kechirmas ekan? Kechirdim, bolam. Kechirdim. Sen ham meni kechirgin, o'g'lim. Qilgan xatolarim uchun kechir. Seni yaxshi ko'raman. Meni boshqa tashlab ketma, xo'p? Meni yolg'iz qoldirma. Xo'p? Sensiz yasholmayman. Ketma. Yolg'iz qoldirma. Yulduz, nima qilyapsan? Bo'ldi. Yulduz, bo'ldi qil. Nega meni tashlab ketdi? Nega meni tashlab ketdi? Bo'ldi qil, iltimos sendan. O'zingni qo'lga ol. Hammasi yaxshi bo'ladi. Axir men uni yaxshi ko'rardim-ku. Bo'ldi jonim, bo'ldi. Yig'lama, bo'ldi. Murod, uyg'on. Maktabga kechga qolasan, bolam. Murod? Yo'q! Ya, laqsiramay o'l. Nima bo'ldi? Cho'chib ketdim. Ey,
Rangingga nima qildi? Yomon tush ko'rdingmi? Ha, yomon tush ko'rdim. Xuddi haqiqatdek. Ranglaringni. Ana. Necha marta aytganman senga. Bunaqa qo'rqinchli narsalarni ko'rish kerak emas. O'yinlar o'ynash kerak emas. Kechayam ketyapman demasdan ko'chaga chiqib ketibsan kechqurun. Yarim kechasi-ya. Mayli, bugun telefoningni beraman. Faqat ichidagi o'yinlaringni o'chirib tashagin, xo'pmi? Hop. O'g'lim, senga nima bo'ldi? Oyi, meni kechiring. Qilgan xatolarim uchun kechiring. Men xatolarimni tushunib yetdim. Endi o'zgaraman. Sizlar uchun o'zgaraman. Faqat meni kechirsiz bo'ldi, oyi. Voy o'zim, o'g'lim. Kechirmay o'libmanmi seni? Jonim bolam, kechiraman seni. Rahmat, oyi, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham seni juda ham yaxshi ko'raman.